Kim Madinaga borsa, Madinani yaxshi ko'rib qoladi. Madinaga borganlar Siz Baytullohni ilk nigohingiz bilan ko'rganingizda qanaqa tasavvur bo'ladi, qanaqa hayajon bo'ladi deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Men sizga mana shu hayajonni hozir his qilib yashab turgan hojilarimizni ko'rsataman. Qarshimizda Baytulloh, mashaalloh. Hozir hojilarimiz kelishyapti. Hoji akalar, yuzlarimizni pastga qaratgan holatda kirib boraveramiz. Baytulloh yaxshi ko'rinishni boshlaganda o'zimiz aytamiz. Yuzlarimiz pastga qaragan holatda kelamiz, ha? Robbil alamin Alloh hammamizga muborak qilsin inshaalloh. Ana sekin kirib boraveramiz. Shu joyda to'xtab olamiz. Kelaveringlar, ozgina yuringlar yana. Qani to'xtab olamiz. Qani endi Robbim hammamizga muborak qilsin. Baytullohga qarab duo qilamiz. Robbim ham